Javohir Sindorovga prezident farmoniga asosan Toshkent shahridan 3 xonalik uy, 123 million 600 ming so'm pul mukofoti, uning murabbiyiga 61 million 800 ming so'm miqdorida pul mukofotlari berildi. Bundan tashqari, Javohir Sindorov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Shuningdek, Sindorov Xalqaro shaxmat federatsiyasi, ya'ni FIDE tomonidan beriladigan sovrin jamg'armasi, ya'ni 120 ming dollar miqdoridagi pul mukofotini ham qo'lga kiritgan edi. Bu mukofotlarning barchasiga Javohir to'laqonli munosib. Bu uning shu paytgacha qilgan mashaqqatli mehnatlari, umrini shaxmatga baxsh etganiga berilgan qiymat va hech shubhasiz bu qiymat yildan yilga ortib boraveradi. Men nega aynan pul va mukofotlarga urg'u qaratgan holda gapiryapman? Chunki juda ko'pchiligimiz, xususan yoshlar uchun qilayotgan mehnatimizga beriladigan moddiy rag'bat juda ham muhim va bugun yoshlar kimga qarab intilishim kerak, mening kumirim kim degan savollariga javob qarshisida va shunaqa mehnat qiladigan bo'lsam evaziga nimalarga erishaman degan savolga ham javob tayyor. Javohirning 19 yoshda erishayotgan natijalarga qarang, u shaxmat bo'yicha dunyo tarixiga kirdi. Shaxsan bosh vazir aeroportda uni kutib olyapti. Shaxsan prezident unga telefon qilib, u bilan faxrlanishini aytmoqda va u butun mamlakatning faxri iftixoriga aylanyapti. Shunday ekan, hurmatli yoshlar, kimga qarab intilayotganingiz xususida tafakkur qiling va bu videoni albatta yoshlarga, ularning ota-onalariga yuboring.